Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Shavkat Mirziyoyev. Men sizga murojaat qilishim sababi mana hozir Xorazm viloyati Azaras tumani MIP xodimlari qo'rqmasdan, nohaq tumanlari toshab, fitnalar uyushtirib, meni nomimga 14,5 million so'm qarzdorlik chiqarib, soliqdan uyimga bosqinchilik qilib kelib, ichki ishlar xodimlaridan olib kelib, menga noqonuniy ishlar aytib, qo'lida asosli hujjat yo'q va asosli hujjatlar uning qo'liga qistirilishi kerak. Mana bunga yaxshilab e'tibor bering. Bu nima deyapti? Men so'rayapman, hurmatli MIP xodimi, men sizdan asosiy hujjatlarni taqdim qilishingizni so'rayapman. Qani bormi desam, isbotlab bera olmayapti. Mana shu holatlar bizning Xorazm viloyati Azaras tumanida juda ham ko'palyapti. Nima uchun fuqarolik sudi bunday noqonuniy harakatlar qilib, tuman nologi, Azaras tuman prokurori, MIP nima uchun bunday ishlarni qilishyapti? Bular agarda qayerda bir haqiqatni ochsangiz, qasddan nohaq fitnalar uyushtirib, mana shunday ishlar qilishar ekan. Bunga asosan hurmatli prezidentimiz mening nomimdagi 2018-yilda yutib olgan binomni nomiga o'chirib bermasdan kelib, haligacha menga tazyiq o'tkazishyapti. Bu hozirgi kelayotgan MIP xodimi endi 2005-yil mening nomimdan opam Suvankul va Shirin nomiga soxta hujjat kadastri to'g'irlab berib, 31 sotikni 25 sotik qilib, noqonuniy qalbaki kadastr to'g'irlab berishgan. Bu sir ham 2019da ochdim. Mana shuni ichki ishlarga, prokuraturaga berdim. Mana shu nimani ochishgan. Haligacha ochisholmayaptilar. Menga mana shunday tazyiq qilishyapti. Hurmatli prezident, mana o'zingiz guvohi bo'ling, eshiting, bu nima deyapti?